Sahrni butun dunyo sahr kasalligi bor. Qandli diabet deydi. Qandli diabetni butun dunyo zo'r qabul qiladi-da. Qanday qabul qiladi? Ko'p hollarda uni ma'lum bir turi nasli, ma'lum bir turi nasli moyilligi bor, lekin qaysidir provokatsiya qiluvchi faktor bo'lgandagina yuzaga keladigan turiga ajratiladi, ya'ni orttiradigan turiga. Xo'p, butun dunyo, misol uchun Germaniyadami, Amerikadami hozir dabdurustdan sahr bo'lib qolsa, voy, endi men sahr bo'lib qoldim, nima qilaman endi deb turib o'zini osib, bu narsalar qilib, molxonaga borib ip qidirib yoki ko'chalar bilan ko'rpani tagiga kirib olib uxlab yig'lamaydi-da. Ular sahr bo'lib qoldim, bo'ldi endi davolanishim kerak, nima qilaman desa, sahr odam shirinlik kam yeyish kerak, shakarni boshqa narsalarni va o'zini har jihatdan ehtiyot qilish kerak. Bo'ldi, shuni qilaman deydi-da, 40 yoshigacha yoki 30 yoshigacha sahr bo'lguncha bo'lgan davrda boshqa turda boshqa fe'l bilan yashab turgan odam shartta sahr bo'lib qolgandan keyin shartta o'zgaradi-da, butun ratsionini, butun kurugini, butun yeydigan tizimini o'zgartirib yuboradi. Va to'g'ridan to'g'ri hech qanday sahrni asoratsiz polineuropatiya, polinefropatiya, poliangiopatiya bo'lmagan holatda qolgan 40-50 yil ham sifatli yashab o'tib ketadi-da. Bizda nima qiladi? Sahr bansiga borsang, o'chirat, order yo'q, urush, qontalash, gnonik xirurgiyada nechta odamning oyog'i amputatsiya bo'ladi sahrdan asoratdan, o'zini qaramagandan. Butun dunyoda sahr kasallarni qanchalik ko'p oyog'i amputatsiya bo'lsa, bu o'sha hududdagi aholini tibbiy saviyasi shunchalik pastligidan dalolat beradi. Chunki tibbiy savodxonligi bor odam sahrni oyog'ini kesilgan darajaga olib bormaydi-da.